Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Matnlar tarjimasi degan darsligimizni davom ettiramiz. Arab tilida E1 darajadagi matnlarni, tekst va dialoglarni tarjima qilib so'zma-so'z ko'rib chiqamiz. Bugun ikkinchi matnni tarjima qilamiz. Hop, bu yerda mana biz rasmimiz ham bor matn bo'yicha. Bu yerda dialog ketyapti. Ahmad bu ism. Assalomu alaykum. Hop, assalomu alaykum deyapti Ahmad. Buni hammamiz tushunamiz. Romi. Bu ham ism. Erkak kishining ismi. Va alaykumussalam deyapti. Javob beryapti assalomu alaykum degani. Haza degani bu degani yaqindagi ishlatiladi. Haza erkak kishi ishlatiladi bu. Sodiqi. Hop, sodiq degani do'st degani. Sodiqun degani do'st. Endi sodiqi bo'lsa mening do'stim bo'ladi. Ahmad. Bu mening do'stim Ahmad deyapti. Rasmda ko'rsatilgandek bu mening do'stim Ahmad. Haza sodiqi Ahmad. Hop, Layla, mana bu ayol. Layla aytyapti. Ahlan va sahlan ya Ahmad. Ya'ni ahlan va sahlan degani bu xush kelibsan degan ibora. Ya degani ey Ahmad, xush kelibsan ey Ahmad. Hop, Romi haula'i asdiqoi Umaru va Xolidun va Layla. Endi bu aytyapti Romi. Haula'i degani bular, ya'ni mana bular. Asdiqoi, mana sodiqi degani do'stim, mening do'stim bo'lsa, asdiqoi mening do'stlarim. Shuni ko'pligi bo'ladi. Ya'ni bu jamut taksir bo'ladi, ya'ni sinoq ko'plik. Endi buni kelajakda o'tamiz inshaalloh. Arab tili grammatikasi darslarida shunaqa ko'plikda o'zgarib ketadi bu so'z. Mening do'stlarim, ikkita tochka qo'yib aytyapti. Umaru, Umar va Xolidun va Xolid va Laylo. Endi Ahmad aytyapti bu bularga qarab. Ahlan bikum. Sog' bo'linglar degani qilib aytyapti ahlan bikum deb. Shu bilan ikkinchi tekstimiz tugadi. Assalomu alaykum. Bisavab.